Xo'p, inomarka mashinalarga motor qilgan yaxshimi yo yangi motor bosib olgan yaxshimi? Ko'rishingiz mumkin. Hyundai Porter, Kia Bongo, Sprinter hammasiga tushadi. Birga bir tushadigan chetdan kelgan motorlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Undan tashqari, mana bu yerda korobkalar har xil avtomat deysizmi, pol avtomat deysizmi, hammasidan bor. Mana bu yerda mana xo'p, Nissan, Mitsubishi hamma katta motorlar asosan gazellardagi, katta mashinalardagi. Korobkalari ham avtomatidan bo'ladi, zo'rdan bo'ladi. Olib kelamiz. Ko'rishingiz mumkin, cheklanmagan miqdorda bari chetdan keladigan, Yaponiyadan keladigan motorlar zo'rlaridan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tanishlarga tashlab qo'yamiz. Kimdir balki siqilib yurgan bo'lishi mumkin, mashinamni qaytarib buzilib qoldi, zapchasi qimmat ekan deganlarga, zapchasi qimmat emas, o'ta kepak baho. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda akalarimiz avtomat korobka yig'ishyapti. Olib kelamiz. Bu yerda servis xizmatlari ham bor. Chetdan kelgan, 12 viloyatdan kelgan insonlarga yotoq sharoitlari ham bor. Hech bo'g'ilmaysiz, siqilmaysiz, qayerlarda qolib ketaman ekan demaysiz. Olib keling. O'ta ajoyibidan bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Hech bo'g'ilmaysizlar, siqilmaysizlar. Tamom.